Jinsiy olat qiyshayıshi mumkin. Jinsiy olat kichrayib boshlaydi. Peyronie kasalligi. Jinsiy olatning qiyshayıshi bu Peyronie kasalligi deyiladi. Endi qachon nomdan keyin bu jinsiy olat qiyshayıshi mumkin. O'zi normada qiyshiqlik 30 gradusgacha bo'lsa, bu norma hisoblanadi. Endi ko'p erkaklar keladi, menda jinsiy olat qiyshayib boshladi. Uy qiyshag'an yerini ozgina qattiq bor deb aytadi. Yana sababini tushuntiraman. Bu travmadan keyin bo'ladigan holat. Yine aloqa qilib turibdi. Ko'pincha bu poza naiznica. Ayol ustida aloqa qilib turgan vaqtida bu chiqib ketadidan, ustuna jallarga o'tiradi, qiyshayadidan travma oladi. Jinsiy aloqa masalan shu travma olsa, o'shada qattiq paydo bo'ladi. Endi sizlar tushunishlaringiz uchun aytib turibman. Bu fibrozning bilyashka bu. Ana shu fibrozning bilyashka qatadidan nishatadi derini, jinsiy olatni o'zine tortadi. Masalan, shu yerda travma ham bo'lsa, o'zine tortadidan jinsiy olatni qiyshaytiradi. Ya'ni shu qiyshiq ko'rib turibsizlar-ku, shu o'zine qiyshaytirib boraveradi. Sizda jinsiy olat qiyshayib boraveradi. Bu fibrozni bilashga kerak bo'lsa ketayib boradi va jinsiy aloqada asoratlar boshlanadi. Nechta asoratlar bo'ladi? Tushuntiraman. Jinsiy olatni yaxshi turmasligi bo'ladi, og'riq bo'ladi. Turgan vaqtimda, даже siygan vaqtimda, aloqa qilgan vaqtimda og'riq berishi mumkin. Qiyshayish bo'ladi, fibrozni bilashga ketayib ketadi. Jinsiy olat kichrayib boshlaydi. Sababi endi bu avvalgidan cho'zuvchan emas. Bunda fibrozning bilyashka bor. Bu asoratlar olib keladi. Keyinchalik bu o'sha jinsiy olatning ishlamay qolishini olib kelishi mumkin. Do'stlar, buni davolasa bo'ladi. Ikki xil yo'li bor. Birinchisi konservativ va fizioterapiya, ikkinchisi bu operatsiya. Agar shu birinchisida konservativ bilan udarni volnovoy terapiya qilganda natija bo'lmasa, yine keyin bize operatsiya qilishimiz mumkin. Endi shunday holatlar bo'ladi, bemorni biz birinchi ko'rishimiz kerak. Bunga konservativ bilan fizioterapiya yordam beradimi davomimiz? Yo'qmi? Buni aniqlash kerak. Agar yordam bermaydigan bo'lsa, buni fizioterapiya qilib, dori-darmon qilib vaqtini yo'qotmay turib, primoy operatsiya qilganimiz ma'qul. Do'stlar, sizlarda shunday muammo bo'lib turgan bo'lsa, jinsiy holatda og'riq, qiyshayishlar qattiq paydo bo'lgan bo'lsa, srochniy nomerlarga yozinglardan ko'rikma kelinglar, buni ko'ramiz, tekshiramiz, davolaymiz, davolasa bo'ladi. Agar nechalik tez kelsangiz, shuncha tez yaxshi bo'lish ehtimolingiz yuqori bo'ladi. Endi hamma ham fizioterapiya bilan dori-darmon yordam beradimi? Yo'q, yordam bermasligi mumkin. Yangi aytganimdek, bemorni ko'rish kerak va fibrozni bilashgani, qattini kattaligini ko'rishimiz kerak bo'ladi. Sizlarga bir maslahat. Bu og'riqni yoki qiyshayish bilmasligi mumkin. Shuning uchun haftada bir marta yummoqqa kirganda jinsiy holatni tekshirib turinglar. Qattisi bormi, boshqa bormi, og'riq bormi, chish bormi, rangi o'zgarganmi, moyaklar ham shuni tekshirib turinglar, palpatsiya qilib. O'zingiz tekshirishingiz bu siz uchun plyus bo'ladi. Menimcha, sizlarga foydali ma'lumot berdim deya umiddaman. Savollaringiz bo'lsa, kommentariya yozib qolishlaringiz mumkin. Bu videoni yaqinda jinsiy a'zo organlarini travmaga joylashtirib yuboring.